Tak. Ma'lumotlarni berasiz. 2009 322 ming yurgan. Kraska? Qarang, chizig'idan pasayadi. Ha, padyubka sepilganda. Olga sepilmagan tom Ha, faqat padyubka sepilgan ikki yoni. Ha, to'g'ri, mana ko'rinib turibdi, qarang. Padyubka sepilgan, oldi orqa pechat xudo xolasa. Gidravlikali varianti bu. Metani bor 3-paketi. Konditsioneri bor. Konditsioneri bor. Puli necha pul? 23 million so'raymiz. 23 million so'm kami bor. Qo'lni bering. 15 million bo'ladimi? Ha, kam. Ha? Ko'ngil necha? 20 mi? 19 so'raydi odam. Ko'ngil 19. 18 yarimchi. Bu ham bo'lmaydi. Oxiri 19 bo'lsa berdilar. Ha, oxiri 19 million so'm bo'lsa berilgan. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. 322 ming probegda. Kraska padyubka ikki yoniga sepilgan, oldi orqasi pechatagan. Ha, luks konditsionerli varianti. Hozir ichlarini ham bitta obzor qilamiz. Mashina yomon holatda emas, undan charchab qolmagan. Balonlar ham yaxshi ekan. Hech qanday ishi yo'q, akkumulyatorlar ham o'tirib qolgan joyi yo'q. Ha, o'zini original faralarda turibdi ekan. Nomerlarni qoldiramiz, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib olsangizlar.